Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Denov tadbirkorlik pedagogika instituti biologiya va qishloq xo'jalik mahsulotlari texnologiyasi kafedrasi professor o'qituvchisi, biologiya fanlari falsafa doktori Sodiqova Dilfuza G'afforovnaman. Bugungi biokimyo va molekulyar biologiya fanining navbatdagi mavzusi vitaminlar va ularning kimyoviy xossalari. Reja bilan tanishib olamiz. Vitaminlar va ularning ahamiyati. A, B, C, D, E, K vitaminlari, vitaminlarning organizm uchun ahamiyati. Vitaminlar o'zi nima? Vitaminlar bu organizmning normal o'sishi, rivojlanishi va funksiyasi uchun zarur bo'lgan organik moddalar hisoblanadi. Organizmimizda ko'pchilik vitaminlar ishlab chiqarilmaydi, ya'ni organizm tomonidan sintez qilinmaydi. Ular ovqat yoki boshqa qo'shimchalar orqali organizmga hosil bo'ladi, organizmga kiradi. Vitaminlar ikkita sinfga bo'linadi. Xususiyatiga ko'ra yog'da eriydigan vitaminlar va suvda eriydigan vitaminlar guruhlariga bo'linadi. Yog'da eriydigan vitaminlar bular A, D, E, K vitaminlari bo'lsa, suvda eriydigan vitaminlarga B guruhidagi vitaminlar B1, B2, B3, B6, B9, B12 va C vitamini kiradi. Yog' va yog'li mahsulotlarda yog'da eriydigan vitaminlar bo'ladi va organizmda zaxira sifatida saqlanadi. Suvda eriydigan vitaminlar esa tanada saqlanmaydi. Ortiqchasi siydik orqali tashqariga chiqariladi. A vitaminining nomi retinol, B1 vitamin tiamin, B2 vitamin riboflavin, B3 vitamin nikotinik kislota, B5 vitamin pantotenik kislota, B6 piridoksin deb nomlanadi. Bundan tashqari B9 folik kislotasi, B12 vitamini kobalamin, C vitamini askorbin kislotasi, D vitamini kalsiyferol, E vitamini tokoferol va K vitamini fillokinon deb nomlanadi. Nomlanishini bilib oldik. Ana endi organizmda vitaminlarning ko'payib yoki kamayib ketishda qanday o'zgarishlar bo'lishiga e'tibor beramiz. Gipovitaminoz bu organizmda bir yoki bir nechta vitaminlarning yetishmovchilik holati hisoblanadi. Bu holat vitaminlar yetarli miqdorda ovqat orqali qabul qilinmaganda, ularning organizmda so'rilishi buzilganda yoki vitaminlarning ehtiyoji oshganda yuzaga keladi. Gipervitaminoz organizmda vitaminlarning ortiqcha miqdorda to'planishi natijasida yuzaga keladigan patologik holat. Bu asosan yog'da eriydigan vitaminlar A, D, E, K vitamindan tashqari ko'p qabul qilinganda sodir bo'ladi, chunki ular organizmda to'planib qoladi. A vitaminoz esa umuman vitaminlarning organizmda yo'qligi, yetishmasligi bo'ladi. A vitamini retinol yaxshi ko'rish, terining salomatligi, suyaklarning rivojlanishi va immunitet tizimi uchun zarur bo'lgan vitamin hisoblanadi. B1 vitamini ya'ni tiamin metabolizmni qo'llab-quvvatlaydi, asab tizimining sog'lig'ini himoya qiladi, energiya ishlab chiqarishga yordam beradi. B2 vitamini riboflavin hujayralarda energiya ishlab chiqarishga yordam beradi. Ko'z salomatligi va teri salomatligi uchun zarur modda hisoblanadi. B3 nikotinik kislota energiya ishlab chiqarishga yordam beradi. Xolesterin darajasini tartibga soladi va asab tizimining sog'lig'ini himoya qiladi. B5 pantotenik kislota energiya ishlab chiqarishda yordam beradi. Gormonlar ishlab chiqarishni tartibga soladi va asab tizimining sog'lig'ini himoya qiladi. Vitamin B6 piridoksin proteinlar sintezi, asab tizimining salomatligi va immunitet tizimining funksiyalari uchun zarur bo'lgan vitamin hisoblanadi. Vitamin B9 folik kislotasi DNK sintezi, qon hujayralari ishlab chiqarish va homila rivojlanishi uchun zarur bo'lgan vitamin. Vitamin B12 asab tizimining salomatligi, DNK sintezi va qizil qon hujayralari ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan modda hisoblanadi. Vitamin C ya'ni askorbin kislotasi immunitet tizimi, terining salomatligi,
terining so'rilishi uchun zarur. D vitamini, ya'ni kalsiy ferol, organizmda kalsiy fosforning so'rilishini, moddalar almashinuvini tartibga soladi. Suyakning salomatligi, immunitet tizimi funksiyalari uchun zarur bo'lgan vitaminlardan biri. E vitamini tokoferol, ya'ni yoshlik vitamini hisoblanadi. Antioksidant xususiyatlarga ega bo'lib, hujayra shikastlanishining oldini oladi. Immunitet tizimining funksiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Vitamin K esa filoknon qon ivishini ta'minlaydi va suyak salomatligi uchun zarur hisoblanadi. Vitaminlar organizm uchun zarur bo'lgan biologik faol moddalar bo'lib, ular ko'plab hayotiy jarayonlarni tartibga soladi. Ular energiya manbai emas, balki moddalar almashinuvi, o'sish, rivojlanish, immunitet, to'g'ri ishlash jarayonlarini qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan moddalar hisoblanadi. Tiamin bo'lmasa, polinevrit kasalligi ro'y beradi. Organizmda C vitamini yetishmasa, tog'ay va suyak to'qimalari tuzilishi buziladi. Lapsha, ya'ni singa kasalligi ro'y beradi. Riboflavin organizmga oziq-ovqat bilan kiradi. Ovqatdan riboflavin yetishmasa, og'iz burchagi, lab yoriladi. Soch to'kiladi, konjektivit va blefarit kuzatiladi. B2 vitamini asosan hayvon mahsulotlari, tuxum, pishloq, sut, go'sht hamda g'alla va dukkakli o'simliklarda judayam ko'plab uchraydi. Vitaminni qabul qilish uchun birinchi navbatda shifokor yoki ovqatlanish mutaxassisi bilan bog'lanish tavsiya etiladi. Ushbu mutaxassislar insonning yoshi, jinsi, sog'lig'i, turmush tarzi va boshqa omillarga qarab, qaysi vitamin va qancha miqdorda ichish kerakligi haqida sizga tushunchalar beradi. Shifokor yoki ovqatlanish mutaxassisi odamning hozirgi ovqatlanishini ko'rib chiqishi va kerak bo'lganda uni o'zgartirishi yoki vitamin qo'shimchalarini tavsiya qilishi mumkin. Biroq sog'lom odam odatdagi ovqatlanish bilan ko'pincha kerakli vitaminlarni organizmga oladi. Demak, vitaminlar bu organizm uchun juda kerakli bo'lgan moddalar hisoblanadi. Demak, qisqacha vitaminlar haqida sizga ma'lumotlarimiz shular va foydalanish uchun quyidagi manbalardan foydalanishlaringiz mumkin.